Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini kun mavzusi ko'rsatuvi bilan davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali korrupsiya va unga qarshi kurashish borasida viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berish maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashishni studiyamizga soha mutaxassislarini, xalq deputatlari, Surxondaryo viloyat kengashi deputatlarini taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Dastlabki savol bilan Mehri Achilovna sizga yuzlanmoqchiman. Aytingchi, korrupsiya o'zi nima? Bugungi kunda mazkur illatga qarshi kurashish borasida viloyatimizda qanday muhim qadamlar tashlanmoqda? Assalomu alaykum. Korrupsiya haqida bugun har soatda bong urilmoqda. Har kuni bu haqda gapirilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda korrupsiyaning oqibatlari yoki korrupsiyadan xoli hudud, korrupsiyadan xoli tashkilot kabi juda ko'p tadbirlar o'tkazilmoqda. Korrupsiya endi umumiy olganimizda bu tasavvur qiling, agar tibbiyot institutiga korrupsiya orqali bir talaba o'qishga kirib qolgan bo'lsa, uni masalan qiziqishlari yoki bilim darajasi o'sha shu sohaga moyil bo'lmasa, bu ertaga bitirdi ham deylik. Undan qanaqa bir tibbiyot xodimi chiqadi. Va albatta hayot uchun har bitta o'sha kelayotgan, unga murojaat etayotgan bemor uchun xavfli sanaladi. Yoki ta'lim tizimida deylik. Agar biz mana men o'zim oliy ta'lim vakili sifatida korrupsiyaga agar talabalarni o'qitish jarayonida yoki bo'lmasam ularni baholash jarayonida korrupsion holatlarga yo'l qo'yilsa, bu demak jamiyat uchun illat sanalgan, biz uchun yaroqsiz bo'lgan kadrlarni tayyorlab qo'yamiz. Masalan, o'qituvchi biz bitirib borsada o'sha korrupsion holat bilan baholarni olib bitirib qo'liga diplomini olib bir maktabga borib o'qituvchilik qilsa, demak u joyda pedagoglik faoliyatini yuritishda juda katta xatolarga yo'l qo'yadi. Kerakli bilimlarni bera olmaydi, o'quvchi bilan ishlay olmaydi. Bu demak mana bunga o'xshagan korrupsion holatlarni kuzatishimiz mumkin. Korrupsiya haqida gapirganda buni bir kishi uchun yoki bir tashkilot uchun emas, umuman jamiyatni rivojlanishi uchun, taraqqiyotni to'siq bo'ladigan illat deb qaralishi kerak. Bebaho opa, keyingi suhbatimizni siz bilan davom ettirsak, yoshlar o'rtasida mazkur illatga qarshi kurashish borasida targ'ibot ishlari ham muhim hisoblanadi. Keling, shu yo'nalishda qilinadigan ishlar bilan suhbatimizni davom ettirsak. Rahmat, assalomu alaykum. Bugun korrupsiyaga qarshi kurashish davlat, yurtboshimiz va jamiyatda yashayotgan har bir fuqarolar oldida, hattoki jamiyatning har bir a'zosi va xizmat ko'rsatayotgan barcha tashkilotlar oldidagi eng muhim va dolzarb masalalardan biri deb o'ylayman. Chunki qachonki davlat, yurt korrupsiyadan ozod bo'lar ekan, ana shu yurtda taraqqiyot bo'ladi. Ana shu yurtda rivojlanish bo'ladi. Ana shu yurt dunyo miqyosida demak o'zini har jihatdan yuzlanadi va raqobatga bardosh bera oladi. Xuddi shu borada bugun yurtboshimiz, davlatimiz har bir xodim oldiga qo'yayotgan masalalardan kelib chiqib, aynan bizning Termiz davlat universitetimizda ham korrupsiyaga qarshi kurashish holatlari juda kuchli tashkil etilgan. Ayniqsa korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tomonidan yoshlar orasida va pedagoglar bilan birgalikda o'sha faoliyat ko'rsatayotgan barcha mas'ul xodimlar bilan birgalikda targ'ibot, tashviqot ishlari olib boriladi. Bugungi kunda biz olib borilayotgan mana shu masalalarni o'zimizni pedagoglar mas'uliyatli burchimiz deb qabul qilganmiz. Hattoki mana shu masalaga yoshlar o'rtasida tushuntirish ishlarini olib bormoqdamiz. Aynan qachonki o'sha masala bo'yicha insonni ongi va bilimi bo'lmasa, albatta shu holatga yuz tutadi va shu holatni amalga oshiradi. Shunday ekan, bugungi kunda pedagoglarning asosiy va mas'uliyatli vazifalaridan biri bu yoshlar ongida huquqiy savodxonlikni oshirish va huquqiy bilim bilan xabardor qilish. Ana shu vazifalarni biz o'zimizni oldimizga oliy maqsad deb qo'yganmiz va yoshlar o'rtasida bugun huquqiy savodxonlikni oshirish va korrupsiyaning natijasi salbiy oqibatlarga olib kelish haqidagi juda ko'p muhim masalalarda davra suhbatlari tashkil qilamiz va universitet rahbariyatlari o'sha va har bir xodimlari bilan hamkorlikda olib borilayotgan ishlarga faol qatnashamiz. Shuning bilan birgalikda yoshlar orasida olib borayotgan va endigina universitetga hujjat topshirmoqchi bo'lgan bo'lajak kadrlarga ham pedagoglar hamkorlikda suhbatlar va seminar, treninglar tashkil etmoqda. Bu ham biz bilamizki, oliy ta'limga o'sha kasbning haqiqiy egasi bo'lgan bilimli yoshlar qabul qilinsa,
ulardan kelajak uchun, kelajakni o'sha yurtning kelajagi taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan o'sha yaxshi samarali kadrlar o'qishga qabul qilinadi. Uzluksiz ta'lim tizimida bugun yoshlarimizni ketma-ketlikda, izchillikda, uzviylikda va maktab, oila, mahalla va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda olib borilgan ishlar o'zini samarasini beradi deb o'ylayman. Agar biz shunday uzviylikda ishlasak, hamkorlikda ishlasak, yoshlarimiz ongida ham o'sib kelayotgan yoshlar ongida va kelajakda bo'lajak kadrlarni ham samarali o'zini kasbiga munosib kadrlar bo'lib yetishida ham o'ylaymanki yaxshi va ijobiy natijaga erishamiz. Ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bugun viloyat kengashi deputati sifatida biz o'zimizni hududlarimizga borganimizda, xalq bilan uchrashganda va ularning ham o'sha masala bo'yicha, muammolar bo'yicha ularni bilan olib borilgan suhbatlarga e'tibor qaratib, u yerda ham korrupsion holatlar bo'lmasligiga biz deputat sifatida, xalqning asosiy va eng yetakchi vakili sifatida mas'uliyat bilan yondashyapmiz. Hattoki buni o'zimizni olib borayotgan ijobiy ishlarimiz samarasida ko'rishimiz mumkin. Ana shundagina har bir salbiy holatlarni oldi olinadi va korrupsion holatlarga fuqarolar yo'l qo'yishmaydi. Bugungi kunda prokuratura organlari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qanday muhim vazifalar bajarilmoqda? Shular haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Haqiqatan ham korrupsiyaga qarshi kurashish har zamonda eng dolzarb vazifalardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Bevosita davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurash Respublika Milliy Kengashining kengaytirilgan yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosi yuzasidan prokuratura organlari tomonidan ham muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, bosh prokurorimiz va viloyat prokurorining tegishli farmoyishlari qabul qilindi. Bundan tashqari viloyat prokuraturasida viloyat prokurori boshchiligida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha viloyat shtabi tashkil etilib, unga mutasaddi tashkilotlarning vakillari hammasi jalb etildi. Mazkur ishlarning barchasida eng asosiy vazifa sifatida prokuratura organlarining oldida jinoyatchilikni jilolash eng avvalo, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashish va bu borada tergov sifatini yaxshilashga qaratilgan vazifalar ustuvor vazifa qilib belgilandi. Qolaversa, tuman shahar prokuratura organlarini va hamkor tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirib borish, ular tomonidan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlarni har 10 kunda hisobotlarini olib, bu boradagi ishlarning samaradorligini baholab muvofiqlashtirib borish ham asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi. Bevosita viloyat prokuraturasi organlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida mazkur yo'nalishda olib borilgan korrupsiyaga qarshi kurash borasida amalga olingan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu boradagi jinoyatchilik tahlili shuni ko'rsatyaptiki, joriy yilning o'tgan davrda 100 ga oid korrupsion jinoyatlar 122 nafar shaxslar tomonidan sodir etilgani aniqlandi. Shu davrda 59 ta jinoyat ishi bo'yicha 81 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishlari ayblov xulosasi bilan tegishli sudlovga yuborildi. Prokuratura organlari nafaqat bu korrupsiya bilan bog'liq jinoyat ishlarini aniqlab javobgarlikka tortish emas, balki asosiy maqsadni o'sha jinoyatlar oqibatida davlat, jamiyat va fuqarolar manfaatiga yetkazilgan zararlarni ham aniqlab undirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada misollarga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan davrida sodir etilgan 100 ga yaqin jinoyat oqibatida davlat, jamiyat va fuqarolar manfaatlariga 9 milliard 400 milliondan ortiq zarar yetkazilgani aniqlanib, e'tiborli jihati barcha shu aniqlangan zararlar tergov davomida undirilishi ta'minlangan. Bundan tashqari prokuratura organlari tomonidan o'sha barcha oliy ta'lim muassasalarini sog'liqni saqlash yoki ijtimoiy iqtisodiy soha obyektlarida doimiy ravishda targ'ibot tadbirlarini o'sha ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda tizimli ravishda olib borilmoqda. Sababi korrupsiyaga oid jinoyatchilik sodir etgan huquqiy oqibatlarni aynan o'sha targ'ibot vositalari orqali tushuntirsakkina, o'sha jamoatchilikda huquqiy ong va madaniyatni oshirsakkina biz korrupsiyaga qarshi kurashda yana ham samaradorlikka erishamiz. Shu nuqtai nazardan targ'ibot tadbirlari doimiy ravishda olib boriladi. Bundan keyin ham tizimli rejaviy tadbirlar ishlab chiqilgan va yo'l xaritalari asosida bu tadbirlarning muddatida amalga oshirilishi alohida nazoratga olingan. Albatta bu targ'ibot tadbirlari davomida uning huquqiy oqibatlari haqida ham batafsil ma'lumotlar berib boriladi. Bu nima beradi? Bu o'sha targ'ibot tadbirlarida ishtirok etayotgan keng jamoatchilikni sergaklikka chaqirishga xizmat qiladi. Albatta huquqiy oqibatlari yomonlik bilan, yomon holatlar bilan tugashini anglagan fuqaro
korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Bu borada ichki ishlar organlarida qanday vazifalar bajarilmoqda, ishlar bajarilmoqda? Umuman mana shu korrupsiya holatlarining huquqiy oqibatlari nimalardan iborat? Rahmat, assalomu alaykum. Korrupsiya holati haqida so'z borar ekan, korrupsiya bu asosiy davlatimizning rivojiga to'sqinlik qiladigan bir illat hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonuni 2017-yil 3-yanvar kuni 419-sonli qonuni tasdiqlangan. Ushbu qonunda korrupsiya holatlari bo'yicha nima ishlar qilinishi kerakligi va korrupsiya holatlarining oldini olish va unga qarshi kurash bo'yicha qanday maqsad vazifalar belgilanganligi aniq ko'rsatib o'tilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ichki ishlar xodimlari o'rtasida bugungi kunda korrupsiya holatlarining oldini olish bo'yicha demak tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar xodimlari, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan bog'liq demak ko'plab korrupsiya holatlarini kuzatishimiz mumkin. Ushbu holatlarni ham oldini olish bo'yicha har bir xodimga body kamera taqdim qilingan. Body kameralar o'sha fuqarolarning yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga turli xil o'sha pora bilan bog'liq yoki korrupsiya holatlarini taklif qilmaslik uchun, shu narsalarni oldini olish uchun demak joriy qilingan. Bu ham o'zining demak samarasini bermoqda. Yaqin 2-3 yil oralig'ida korrupsiya holatlar kamayganligini ko'rmoqdamiz. Bundan tashqari tergov bo'limi xodimlari o'rtasida ham har bir tergov bo'limi xodimining xizmat xonasiga doimiy 24 soat ishlab turadigan ovoz yozish qurilmalari bilan jihozlangan o'sha video kamera, video kuzatuv vositalari o'rnatilgan. Bu ham o'sha tergov xodimlarining fuqarolar bilan o'rtasidagi suhbatlari, fuqarolarning o'sha jinoyat ishi yuzasidan yoki tergovga qadar tekshiruv materiallari yuzasidan xodimlarga pul taklif qilishi yoki boshqa korrupsiya holatlarini sodir etishining oldini olishga qaratilgan bir chora-tadbirlar hisoblanadi. Bugungi kunda o'sha korrupsiya bilan bog'liq holatlarni oldini olish uchun ichki ishlar organi xodimlari o'rtasida viloyat boshqarmasida hamda tumanlardagi bo'limlarda ham joylarga chiqib targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha korrupsiya bilan bog'liq holat yuzasidan shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi yoki viloyat ichki ishlar boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilgan xodim agar o'sha tezkor tadbir o'tkazilib fuqaro tomonidan taqdim qilingan pulni olmagan taqdirda tezkor tadbirda aniqlangandan keyin o'sha taklif qilingan puli rag'batlantirish tariqasida o'sha xodimga qonuniy tartibda berilishi joriy qilingan. Bu ham o'sha korrupsiya holatlarining oldini olishdan samarali yo'l hisoblanadi. Korrupsiya holatlarini oldini olish uchun quyi bo'limlar, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari, hududiy profilaktika inspektorlari ham o'sha jamoat joylarida, maktablarda, bozorlarda fuqarolar bilan o'sha ma'lumotlar, ya'ni tarqatmalar tarqatgan holda fuqarolarga korrupsiya holatlar qandayligi, korrupsiya holatlarining oldini olish, korrupsiya holatlar uchun qonunimizda qanday javobgarlik borligi haqida tegishli tushunchalar, targ'ibotlar ishlari orqali fuqarolarimizni ongida korrupsiya holatlarini, korrupsiya muhitni shakllanishiga yo'l qo'ymaslik uchun targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Nafaqat mana shu davlat tuzilmalari yoki davlat xizmatchilari o'sha pora olishdan qaytgan holati bo'yicha bildirgi berganda rag'batlantirilishi bilan birga nafaqat, balki fuqarolarimiz ham mana shunday korrupsion holatlar haqida agar tegishli huquqni qiluvchi organlarga murojaat, jinoyat haqida xabar bersalar, oldini olishga harakat qilib xabar berilmoqsa, bu holatda ham Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari qabul qilingan, ya'ni rag'batlantirish nazarda tutilgan. Bundan dastlab o'sha tashakkurnoma, pul mukofoti yoki qimmatbaho sovg'a bilan rag'batlantirilishi bu fuqarolarimizga nisbatan ham jismoniy shaxslarga ham tatbiq etiladi. Bu nafaqat davlat xizmatchisi bo'lish shart emas. Masalan, fuqaro bo'lib turib, agar o'sha jinoyatchilikka, korrupsiya haqida xabardor bo'lib qolib, o'sha haqida xabar bersa, tegishli huquqni ijro qiluvchi organlarga belgilangan tartibda bu ham rag'batlantirilishiga asos bo'ladi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida o'sha korrupsiya bilan bog'liq jinoyat moddalari, ya'ni 210, 211, 212-moddalar. O'sha holatlarda ham agar o'sha jinoyat haqida yana 30 kunlik muddat ichida xabar bersa, o'zi ariza bilan pushaymonlik bildirib, jinoyatni ochishga faol yordam berib, 30 kun muddat ichida xabar bersa, bunda ham liberalizatsiya bor, ya'ni jazoni yengillashtirish holatlari yoki javobgarlikdan ozod qilishgacha normalarimiz mustahkamlab qo'yilgan. Bu ham korrupsiyaga qarshi kurash borasida davlatimiz tomonidan to'g'ri siyosat olib borilayotganini ko'rsatadi. Jamiyatda halollik vaksinasi degan termin kirib keldi. Bu demak o'sha halollik vaksinasi degani jamiyatda fuqarolarni, o'sib kelayotgan yoshlarimizni mana shu vaksina bilan emlash.
ya'ni korrupsiyaga qarshi o'sha adolat istab harakat qilishga o'rgatishimiz kerak. Bularda amaliy ko'nikmalar bo'lishi kerak. Shu borada mana yoshlar o'rtasida, maktablarda, oliy ta'lim muassasalarida yoshlar orasida insholar tanlovi o'tkazilyapti. Biz korrupsiyaga qarshimiz. Mana shularni barchasi bugun yoshlarimiz ongiga, demak, korrupsiyasi yashash uchun har birimiz bugundan harakat qilishimiz kerak ekan degan. Mana muhtaram prezidentimiz aytadiki, biz tafakkurni o'zgartirmasdan turib, ongni o'zgartirmasdan turib hayotni o'zgartira olmaymiz deydi. Halollik vaksinasini joriy etilayotganligi, yoshlar ongiga singdirilayotganligi. Albatta bu targ'ibot, tashviqot ishlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amalga oshirilayotgan barcha ishlar zamirida o'sha jamiyatda korrupsiyasiz muhitni qaror toptirish maqsad qilingan. Bugungi ko'rsatuvimiz maqsadini ham shunga qiyoslasak bo'ladi. Keng jamoatchilik, xususan teletomoshabinlarimiz orasida korrupsiyasiz muhitni yaratish, halollik vaksinasini singdirish asosiy maqsadlarimizdan biri. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtiroklaringiz, bergan ma'lumotlaringiz, savollarimizga javoblaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.